Akalar BMW X7 50i obzorini ko'ramiz. BMW X7 50i keldi. Kapotdagida 4 twin turbo motor yotibdi. Kapotlarimiz bron plonka bo'lgan, qora rang, kraskalar top-toza. Mashinamiz 2019-yil 2024 ga polni restoring bo'lgan. Diskalargacha restoring bo'lgan, 60i obvez qilingan. 97.000 kilometr yurgan BMW X7 individual en full komplektatsiya. 360 kamera, slipoy zona, besключевой достуp, davodchiklari. Salonga kiramiz. Bowers Wilkins akustikadan boshlayman. Head-up tablolari, abduf, abagrev sidena, rul abagrev, pastki sistada sovutadi, massaj sidena, panorama tomlari, sky lounge'larigacha bor. Orqa sidena ham monitorlari, elektroprit sidenalari, klimat kontrollari, abagrev sidenalari bor. 3-qatorimiz ham bor. Okalar, u en full komplektatsiyada, kraskalar top-toza mashina. Okalar, bu restoring X7'imiz narxi $100 qiziqqan aloqaga chiqib ko'rasizlar.